Hamma aytadi, kichkina farzandlar erka bo'ladi deyshadi, bilasizmi? Yo'q, ba'zi oilalarda ular prosta bo'ladi. Mana qanday tushuntirsa bo'ladi. Shu mana sipirgi bor, kichkina farzanddan bor, bo'ldi. Ular shu darajada kichkinaki, mana uydagi it ham undan 3 oylik kattada, tushunyapsizlar? Mashlardan haqiqiy mard, jasoratli, shijoatli, yengilmas dastavchi chiqadi. Chunki boshqa hech qaysi farzand kechqurun 1:30 da ertaga ertalab olsa ham oladigan pulni batareykasi uchun magazinga chiqib kelmaydi. Magazin yopiqligini bilsa ham. Magazin 2 oy oldin yopilgan. O'zbekda kichigi bo'lguncha o'ris kuchugi bo'l deydi. To'g'ri, u darajada emas. Chunki o'ris kuchugini tepib qo'ysangiz qamalib ketasiz. Ana, O'zbekda kichigi 5 martagacha ruxsat. 5 marta obedgacha u. Hech qaysi o'ris o'zidan 1 metr narida turgan pulni olish uchun maktabda o'qib turgan itini chaqirib olmaydi-da. Erikkanidan. Lekin ana yo'q, olib bermayman desa, turib boshqa viloyatga quvlab borib urishga erikmaydi. Mana kichkina farzandlarchi kiyimlar eski holatda ishlab chiqariladi deb o'ylaydi. U mayli, bir kun akalaridan so'kish eshitmasa, yangi yil o'lyaptimi deb o'ylaydi ular.